Man haqimda yolg'on ma'lumot bilan obunachilarim oldida obro'yimga putur yetishiga sabab bo'lgan video o'chirtirildi, ya'ni o'chirtirdim. Vodiy bozor Telegram kanali o'z kanallariga mani videoyimdan foydalanishgan. Mani videoyimdagi gaplarni ma'nosiga umuman aloqasi bo'lmagan izoh yozib qoldirishgan. Chet elda pul va boylik bo'lsa ham inson uchun o'zi tug'ilib o'sgan joy, ota-ona va yaqinlar mehriga hech narsa yetmas ekan demoqda. Men unaqa demaganman. Buni juda kech tushunib yetdim. Chet elliklarga turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar bu xatoni siz qilmang. Baxt faqat pulda emas ekan demoqda. Men nafaqat u videoda hech qayerda unaqa gap ishlatmaganman. Aslida meni videoyimning ma'nosi internetdagi chiroyli videolarga ishonib, aldanib qolmang. Hamma hayotni o'z qiyinchiligi bo'ladi deyilgan. Men juda ko'p videolarimda aytganman. Meni sinovim, meni qiyinchiligim bu sog'inchdir. Telegram kanal admini bilan bog'landim va videoni o'chirishdi. Men aslida ular ustilaridan ham shikoyat qilmoqchi edim. U videoni o'chirishgani uchun shikoyat qilmadim. Bundan buyog'iga kimda kim mani videolarimni har qanday internet tarmog'ida mani videoyimga umuman aloqasi bo'lmagan yolg'on xabar bilan o'zini nomidan joylaydimi, mani nomimdan joylaydimi, ya'ni fake profil qilib har qanday profil ustidan men shikoyat qilaman. Ko'plar aytishi mumkin, bu qiz Koreyada qo'lidan hech narsa kelmaydi deb kechirib qo'yasizlar. Men Koreyada bo'lsam, oilam, yaqinlarim, tog'dek orqamda turadigan insonlarim O'zbekistonda. Men Koreyada bo'lsam ham men O'zbekiston fuqarosiman. Undan tashqari men oilamga nomimdagi har qanday qonuniy tomondan kerak bo'ladigan doверенностьni berib kelganman. To'g'ri, sizlarni to'lagan shtrafinglar yoki kechirim so'rab chiqqan videoinglar menga hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Asosiysi davlatga katta foydasi bo'ladi. Sizlarga bo'lsa yaxshigina ziyoni ham bo'ladi. Eng katta ziyonlardan biri meni obro'yimga putur yetkazsanglar, hurmatimni to'kib tuhmat yoki yolg'on xabarlar bilan meni roziligimsiz videolar tarqatsanglar, men shikoyat qilganimdan keyin sizlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Hamma dalillar yetib borgandan keyin ish sudgacha chiqadi. Sizlarni daniylarda sudlangan degan danni turadi. Bu har qanday holatda sizlarga minus, bu narsa hech qachon o'chmaydi. Ikkinchisi, yaxshigina shtraf to'laysizlar. Albatta, qanaqa darajada qonun buzganinglarga qarab. Bu videosini men ko'rmagandim, meni xabarim yo'q edi degan bahonalar o'tmaydi. Chunki meni videoyimni ko'rishinglar shart emas. Bu qonunda keltirilgan. Obunachilarimga bo'lsa qisqacha tushuntirib o'taman. Men hech qachon pul haqida, chet elga turmushga chiqqan, o'zbekka turmushga chiqqan qizlar haqida umuman hayotiga aralashadigan gaplar gapirib chiqmaganman. Ya'ni men bunaqa qilinglar, men bunaqa qilmanglar degan ma'noda. Doim aytib o'tganimdek, hammani bu hayotda sinovi bo'ladi. Meni sinovim, meni sabrim bilan sinalishim, meni sog'inchim bilan sinalishim. Bu videoni maksimal tarqatishga yordam bersanglar, juda ham xursand bo'laman, chunki meni tanigan, bilgan hamma obunachilarimdan tashqari hattoki tanishlarimgacha umuman noto'g'ri tushunchaga borib qolishdi. Boshqa birovlarning aybini deb meni hurmatim to'kilishini xohlamayman. Oldindan hammanglarga rahmat.